Hozirgi kunda qizi borlar juda haddan oshyapti, juda shikoyat bo'lyapti. Domla bir shu gaplarni aytib qo'ying suhbatingizda. Juda oyoq osti qilib berishyapti desa, ular ham unga qarama qarshi, ha bizni ham oyoq osti qilib berishuvdi-da, juda oyoqda ko'rsatib kelinlarni undoq shu gapmi endi? Nima? Hali quda-andachilik bo'lmasdan turib bir-biri bilan bahs aytishib, bir-birisi bilan sen bundoq bo'lding, sen bundoqdan boshlandimi endi bir qudachilik? Bu qudachilik juda nozuk-ku axir. Juda ham nozuk-ku. Payg'ambar alayhisolatu vassalom hali 4000-5000 yillik oldingi qudachilikni e'tiborini qilinglar deb Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kun keladi, Misrni fath qilasizlar, bilib qo'yinglar, u yerga sizlar qodir tog'a bo'lasizlar, unutmana dedilar. Hojar onamizlarning shorihlar Hojar onamizni rioya qilib 4 yil 5 yilga oldingi qudachilikni rioya qilib aytdilar Payg'ambar alayhisalom degan kitoblarimizda gap bor.